Assalomu aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, mana bizni omborimiz yana qaytadan to'lishni boshladi. Inshaalloh xudo xolasa dushanba kunidan sotuvni ham boshlaymiz. Hozircha sizlarga aniq aytadigan narsalarimiz ular mana bu futbolkalarimiz sotiladi. Futbolkalarimiz hozir sotuvda. Ular aniq. Keyin mana bu yerda mana bu bizni tepapas qismalik nima deydi? Ikki qismdan iboratli bizning tepapas kiyimimiz. Bu narxi 90 mingdan, razmerlari har xil razmerdan bor. Razmerlari to'liq. Narxi 90 ming. Mana ranglarini ko'rsatib o'tayapman. Bu yerda korичневый rang edi, bu yerda kasar deydimi, oqdan jichog'ini kasar rangidan, bu qora rangidan, korичневый rangidan, keyin mana bunday temno-siniy rangidan to'liq bular sotuvda. Narxi 90 mingdan. Dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Rossiyaga buni yetkazib beramiz. Futbolkalarimizni ham polni yetkazib beramiz, bular hammasini. Aniq javob yetkazib beramiz bularni. Keyin mana bunday deytishki, подростковый возрастdagi bizni hali reklamada ko'rsatgan birjachalarimiz bor, komplektlarimiz bor. Lekin bularning narxini hozircha aniqini bilmaymiz, chunki hisoblab chiqishyapti, qancha rasxod qilingan, nima, hammasini bilib, keyin sizlarga yana bir rolik qilib ko'rsatamiz. Endi hozir keyingi roligimizda nachoslik futbol anaqalarni detskilarini ko'rsatamiz.